Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan yana FIFA O'zbekiston kanali bor. Aziz obunachilar, bugungi videoda biz yangi Chempionlar Ligasi keldi. O'shadan parklarni ochamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida 40 ming jetonga va FK Mobile tarkibimni va akkauntimni ko'rsataman sizlarga. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana Real Madridning eng zo'r futbolchilari kelgan bu yerlarga. Barselonaning ham qani birinchi parkimizdan boshladik. Xo'p. Xo'p. Didish. Qani kim tushar ekan Chempionlar Ligasidan? Sözü soruna hozir ko'ramiz baribir. Xo'p, Germaniya, Turkiya, Xitoy, O'zbekiston 23 milyon qizig'i. Endi esa hammamiz kutgan va eng zo'r park. Umidni ochamiz. Birinchi mana bu ko'rinishni bosib qolamiz. Yaxshiroq futbolchilar tushishi mumkin. Hop. Ketdi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirida 40 ming jetonga ochamiz. Evet. For connection. Özbek Amara düştü. Endi esa hammamiz o'sha 10 ming jetonni yozamiz. 10 ming jetonni. Like obuna. Bu yerdagi mashhur va reytingi obishi baland futbolchilarga kerak. Qaranglar, izlovchilar. Bu yerdan bizga kerakli futbolchi bor, lekin bu yerda ishtirok qilingan. O'shaning uchun o'zimizga yangi pozitsiya kerak. To'g'risini chiqardim. Yangi pozitsiya kerak. Boshqa Uzatib futbolda yani 2%ga olib boradi. Hop. Endi shunday irim-sirimimiz bor-da bizlarda zavod. Jamlaymi boshqa nima qilardik? 500. Kettirmasam Kimlar tushar ekan? Mashhur futbolchilarni berilmaydi FIFA. Birinchi park.
Neler yaptı? Kani yaxshi futbolchi, reyting baland, Rodrigo. Chempionlar Ligasini kiyashdi. Hop, gidiş, kaysa bitiyor. Totti, Germanya, Sıbı, Rodrigo. Nasıl buluşuyor? Düşerdi. Bitti futbolcu var, oynuyor, koyar yani bu son gerçi. Şimdi Free Park'ın o zaman Çünlük. Bu Çünlük sabit yani Free Park'ın 71'den 90 metre. Bu yerden köpünce 75, 76. Şunaka futbolcular yapacak. Başka normal 93 yarıyan futbolcular oluyor. Koçlar sonra bir zaten oyuncularına önümüze 40 milyon oynayacağım. Önümüze 10 milyon oynayacağım. Bana 10 milyon oynayacağım. Değer yine Türk'te. Benim 80-99 olmuş buramız. Free. Bu bir anlatma olup geledi. 83'lük Manchester, 82'lik gol kiperimiz çünkü Roma polisler обязательно her zaman böyle kendi burada elinize 17 oynasanız yapıyorum bu şeyle yıllık 1 minute olup gideceğim çünkü 40 minute kalmasanız kötülük küçük 40 minute Kana FIFA'nın deminde buz 5'lik ya buz 6'lık bir mini iltimas seninle hop 1 2 3 bastık tıdış Kana ketdi kimlarni verirken yaxshiroq futbolchilar kamida sotiladigan bo'lsa yoki Rodrigo Sanchez Sanchez Özgürlüğü 104'ten 107'ye 99 103'ten 106'lık Sanchez düştü sotunmaydı lekin tarkibga tushadi. Men sizlarga bugun zamoncha tarkibimni ko'rsataman chunki menga yoqadigan futbolchi tushdi. Bu bilmadim 106'lık Sanchez yo'q axir sizlarga tushganmikan ha? Yoki bundan önce düştüm. Önümüzde 40 milyon jetonunu alacağız. 40 milyon jetonunu. Maalesef Burjuti'den Burjuti'ye çarpakı. Burjuti'den Burjuti'ye çarpak. Burada milli kirlilik, kuyut, balans. Lise Lebe pozisiyasında Şveycarlık Oy Buzoltu 2'den 1 faiz Lekin qaysi pozisiya tushishini bilmayman sonrachilar 2'den 1 faiz Buzoltulik qaysi bir futbolchi tushadi bilmayman Bunu ham shunday bo'lsa olsangiz Qani gidish bismillah deb bosdik iltimos yaxshi futbolchi bergan bitta yaxshilik qil Hop girişlik 9 Sotunmaydı ya Bu yerde özü hiç kaysı sotunmaydı Lekin Sanchez bu yoruladigan futbolchi bo'ldi Mana zamonchilar Endi bu workoutni ko'rmasak bo'lmaydi bilasizlar Workout обязательно kerak.
Sizlar yaxshilab ko'rmadinglar. Buzuqlik Sanchez. Yo'q. Ayko. Ya Ayko'ni ko'rmayman. Bayrak kerakmas sizlarga. Bayrak kerakmas. Fotoğraflarımızın kodel bo'ladi. Mening tarkibim bu. Bu 25 treningga ko'pman statistikasi emas. Mana mening tarkibimni ko'rasizlar. 55 ta o'yinlarga lekin men ko'rsataman. Men ko'rsataman sizlar uchun. Yo'q qo'yamiz. Çoğun pasta koyuyorum. Mana o'shaga video обязательно. Aslida dokuni qo'ydim, bu 8lik bo'ldi. Lekin nima deydi anavi tarkibimizning puli tanlangan miqdori bor. O'shada oshgani nima kerak? Pullik bo'lishi mumkinmi? Degan savollar hayolimizda o'tadi. Pullik bo'lishimiz qanday bo'lsak 110lik uzun bo'lmaydi. Yo'q, bu uzun bo'lmas ekan. Lekin bo'lamiz, xudo xohlasa. Mana bu pozitsiyasi bor, o'sha dialog o'zgartirmaymiz, nima o'zgartiramiz, qanaqa qilamiz aytib Neyman o'zgartiramiz avvalambor. Keyin dialogni aytgancha sizlarga ko'rsatmani pulni istamoqda. Dialog vashi yorib masalan noyob futbolchilar bo'ladi. Masalan Real Madridda afsonaviy qirollik klubidagi Valverde degan futbolchi judayam noodatiy yo'q yerdan, ya'ni ko'rinmaydida kelib qolib ketadi. Judayam eng qiziq o'yin to'g'risida o'ziga tushdi. Endi esa qo'limni ko'rdi. Mana zo'g'richa pulim 918 million pulim. Endi esa video shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana ko'rdinglar, bugun aziz obunachilar, bugungi videomiz juda ham qiziq va zo'r bo'ldi. Zo'r va o'zimizga kerakli zo'r futbolchilarni ushlab oldik. Videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan FIFA O'zbekiston kanali bo'ldi. Har sog' salomat bo'ling. Mana bu shortlarni ko'rib